Kechki ishimizga Gentra mashinamiz 2 xil rejimda pultda ishlaydigan gulshetib qo'yib berganmiz akamizga va ponni trassaga berganmiz. Hozir bir ko'rsatib o'tamiz. Xalqdan keyingi trassasi pon nержавейкада bo'lgan akalar. O'rtasiga bitta rezonator qo'yilgan va quyida trassalari 51 diametr nержавейкада bo'lgan. Orqa qismi pultda ishlaydigan bo'lgan. 2 xil rejimda. Uchun pastga qaratib berdi akamiz, o'zlari shuni xohladilar. Yo'qni ko'rsatamiz trassalarga. Idealni qilingan. Chatga turibdi. Hozir ishlashini ko'rsataman. Hozir o'chish holatda. Gaz bera oling. Ochamiz pultni. Pultni yopamiz. Ochamiz. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, telefon qo'shishlaringiz mumkin, ishlaringizni zo'r qilib bajarib beramiz.